Bugun sizlar bilan oldingi mavzumizni davomi sifatida parazitar kasalliklar diagnostikasi, davolash hamda hozirgi kunda davolashda yo'l qo'yilayotgan xato va kamchiliklar haqida so'z yuritamiz. Xo'sh, menga ko'pchilik ota-onalar kelganda aytishadiki, doktor o'zi parazitlarni davolash shartmi? Hamma bolada gijja bo'ladi-ku deyishadi. Ana endi nima uchun davolash kerak ekanligi haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, gijja kasalliklari birinchi navbatda bolani ichagini ta'sirlantiradi, ichaklarini zararlaydi va natijada ichakda oziq-ovqat mahsulotlari surilishi buziladi. Tabiiyki, bolada vitamin, minerallar yetishmovchiligi yuzaga keladi. Buning oqibatida bola o'sish va rivojlanishdan orqada qoladi, ham aqlan ham jismonan. Demak, bolalarimiz tengqurlaridan orqada qolib ketmasligi uchun ham parazitlarni ularni organizmidan tozalashimiz kerak ekan. To'g'ri, parazitlar hech qachon bolani komaga tushirib qo'ymasligi mumkin. Hech qachon parazitar kasalliklardan o'lim yuzaga kelmasligi mumkin. Lekin o'sish va rivojlanishdan orqada qolish uni butun umr salomatligiga salbiy ta'sirlar yuzaga keltirishi mumkin bo'ladi. Ana endi har qanday parazitar kasalliklar davolanishidan oldin, ya'ni biz lecheniya yozishimizdan oldin albatta laborator tahlillariga asoslanamiz. Endi qanday qilib bolada gijja kasalliklari borligini tashxislashimiz mumkin? Oltin standart axlat analizi. Ko'pchilik ota-onalar, axlatdan chiqmaydi, qondan tekshirgan ma'qulroq deyishadi. Ana endi shuni farqini va qanday salbiy, ijobiy tomonlari borligi haqida sizlarga aytmoqchiman. Oddiy axlat analizi gijjaga tashxis qo'yishdagi oltin standart. Ko'p holatlarda chiqmasligini sababi ota-onalarimiz noto'g'ri axlat topshirishlari bo'ladi. Bu 70-80% holatlarda analiz noto'g'ri chiqishiga sabab bo'ladi. To'g'ri axlat topshirish qoidalariga rioya qilish kerak. Ya'ni men qisqacha eng muhim joylarini aytib o'taman. Axlat analizi imkon qadar ertalabki birinchi axlatdan, xoh u ertalab 7 da qilgan bo'lsin, xoh 11 da qilgan bo'lsin, ertalabki axlatini topshirgan ma'qulroq, hamda axlatni eng uzog'i 2-3 soatdan keyin laboratoriyada tekshirilgan bo'lishi kerak. Uzoq muddat ya'ni toza havoda ularda o'zgarishlar yuzaga keladi. Hozirgi kunda zo'r usul chiqqan, ya'ni paratsep usuli. O'zim bu usulni juda yaxshi ko'raman. Paratsep usulida qanaqa bo'ladi? Bunda maxsus idishcha beriladi, ichida konsentrator suyuqlik solingan bo'ladi. Bu suyuqlikka axlat solinganda u yerda gijja tuxumlari ancha vaqt saqlanadi, rangga bo'yaladi hamda g'ujlashtiradi, ya'ni to'plantiradi bir joyda. Shuni natijasida analiz ancha-muncha sifatli, ya'ni biz kutgan qaysidir klinik belgilarga asoslangan holdagi o'sha gijja analizlari ko'p holatlarda yaxshi chiqib beradi. O'zim ham aytganimdek, o'sha paratsep usulini tavsiya qilaman. Ko'pincha o'shandan foydalanib bolalarga gijja kasalliklariga diagnoz qo'yishda qo'llaymiz. Keyin undan tashqari, boya yuqorida aytdik, qondan tekshirish IFA usuli deyiladi. Buni yomon tarafi, IFA usulida agar bola oldinroq gijja bilan kasallangan bo'lsa, keyin qonda tekshiradigan bo'lsak, antitelalar keyinchalik ham chiqishi mumkin. Chunki uni mexanizmi shunaqa bo'ladiki, organizmga yuqqan gijja o'zidan toksinlar ishlab chiqariladi. Ishlab chiqargan toksinlariga qarshi organizm antitelalar ishlab chiqaradi. Analizda o'sha qondagi antitelalar soni hisoblab chiqiladi. Gijja allaqachon tuzatib bo'lingan, lekin qonda antitelalar mavjud. Bunaqa vaqtda shifokorlar shubhalanib yoki ikkilanib qolishlariga to'g'ri keladi. Shu sababdan anamnez yig'ib, haqiqatda zarurat bo'lsa, keyin qondan tekshirgan ma'qulroq deymiz. Hammamiz biladigan anal sohadan surtma olish, saskop deymiz. Qancha yillar o'tibdiki, shu usul hech eskirmaydi. Chunki ostritsani diagnoz qo'yishdagi eng zo'r usul hisoblanadi. Uni ham o'ziga yarasha tekshirish qonun qoidalari bor. Gohida shunaqa holatlar bo'ladiki, hech qaysi chiqmaydi-da, lekin bolada klinika yavni. Biz vrachlar laborator analizga asoslanibgina dori yoza olamiz. Chiqmagan gijja uchun dori preparat yozish bu bolani ortiqcha zaharlash hisoblanadi. Shunaqa vaziyatlardagina ayrim holatlarda biz PCR usulidan foydalanamiz. Xo'p, shuncha usullar bor ekan, misol uchun gijjaga, demak, diagnoz orqali, o'sha tekshirish orqali qo'yildi. Ma'lum bir gijja chiqdi. Ana endi davolashga o'tamiz. Hozir davolashga kelganda bir fikr aytaman va bu fikrim ko'pchilik xususiy klinikalarning e'tiroziga sabab bo'lishi mumkin. Lekin shifokor sifatida aytishim kerakki,
klizma bilan davolash bu standart usul hisoblanmaydi. Men pediatr sifatida klizma terapiyaga qarshiman. Butun jahon sog'liqni saqlash tizimi standartlarida ham, xalqaro standartlarda ham klizma bilan davolash haqida hech qanday fikr va tushunchalar yo'q. Bu standartga kiritilmagan. Ana endi nima uchun? Shu savolga javob beraylik. Biz bilamizki, gijja kasalliklari ko'proq ingichka ichakda, ya'ni gijja ingichka ichakda yashaydi. Klizma qilinganda esa biz yo'g'on ichakka suyuqlik yuboriladi. Yo'g'on ichak bilan ingichka ichak orasida klapan bor. Klapandan suyuqlik tepaga ko'tarila olmaydi. Asosiy yashayotgan gijja joyigacha suyuqlik bormaydi. Demak, bunday klizma terapiyadan hech qanaqa manfaat yo'q. Bu shunchaki vaqtinchalik simptomatik yechim bo'lishi mumkin xolos. Xo'p, mayli, foydasi-ku mayli, bolaga zararlari ham bisyorda. Klizma terapiyani o'ziga yarasha bolalarga beradigan asoratlari ham borda. Masalan, eng asosiysidan olaylik, stress. Hech qaysi bola yig'lamasdan turib klizma qildirmaydi. Guvohi bo'lganmiz, chirillab yig'lab yotadi bolalar. Bu ortiqcha stressni bolaga hech qanday keragi yo'q. Yana bir salbiy tarafi disbakterioz chaqiradi, ya'ni ichakni shilliq qavatini shikastlantirib qo'yamiz. Bunday ichakda keyinchalik yanada yallig'lanish holatlari yuzaga kelishi tezroq bo'ladi. Undan tashqari, to'g'risi endi ochiq aytish kerak, hamma klinikalarda ham gigiyena qoidalari to'liq amalga oshirilyapti deya olmaymiz. Ayrim xususiy klinikalarda vodoprovod suvidan, iliq suvlardan klizma qilinayotganiga guvohi bo'lganmiz. Bitta bolani bir marta klizma qilish uchun 10 litrgacha qaynab, iliq darajada sovigan suv kerak bo'ladi. Bir kunda klinikaga nechtalab bola keladi va unga qancha miqdorda qaynagan suv kerak bo'ladi. Bunday holatlarda ham, demak, ichak infeksiyalari rivojlanib ketishiga o'z-o'zidan sababchi bo'lib qolmang. Parazitar kasalliklar doim medikamentoz, ya'ni dori moddalar qabul qilish bilan davolanadi. Ya'ni protozoy infeksiyalar bo'ladigan bo'lsa, antiprotozoy preparatlar, agar askarida, astritsa kabi gijjalar bo'ladigan bo'lsa, ularga antigelment preparatlar beriladi. Yana shuni esda tutish kerakki, bu preparatlar ham bolani 100% tozalay olmaydi, chunki bu preparatlar aktiv holdagi gijjalarga ta'sir ko'rsatadi. Sporalarga va ularni tuxumlariga ta'sir ko'rsatmaydi. Vaqt o'tishi bilan u tuxumlardan yana gijja rivojlanishi mumkin. Shu sababdan gijja davolanganidan keyin albatta bolaga shifokor ko'rsatmasi bilan, biologik aktiv qo'shimchalar bilan, vitamin terapiyalar bilan va boshqa probiotik, evbiotik va bolani hazm qilishidagi muammolar bilan birgalikda ishlash tavsiya qilinadi. O'ylaymanki, bugungi mavzuyimiz siz uchun manfaatli bo'ldi. Bizni Telegram, Instagram va YouTube orqali kuzatuvchilarimizdan kelgan takliflarga ko'ra, biz keyingi mavzularda har bir gijja kasalliklariga alohida to'xtalib o'tishni niyat qildik. Bizni kuzatishda davom eting.